Sizlar bilan bugungi kunda dolzarb muammolardan biri bo'lgan dezinfeksiya turlari, dezinfeksiya qanday o'tkazilishi kerak, shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana bugun qaraydigan bo'lsak, dezinfeksiya turlari profilaktik, majburiy, oxirgi va joriy turlarga bo'linadi. 4 ta turi bor dezinfeksiyani. Profilaktik, kasallik chiqmasdan oldin, ya'ni hali kasallik ma'lum emas, kasallik yo'q, ya'ni sog'lom muhitdagi hayvonlar. Bularga profilaktik ishlar o'tkazilishi kerak, shart. Negaki kasallik chiqib qolsa, o'sha o'zlaring sababchi bo'lib qolishlaring mumkin. Kasallik chiqmasdan oldin o'tkaziladigan tadbirlar profilaktik deyiladi. Majburiy, ya'ni kasallik aniqlangandan so'ng kasallik tarqamasligi uchun o'tkaziladigan tadbirlar. Ya'ni birorta yashurmi yoki bakteriologik kasallikmi, hayvonlaring orasida tarqaydigan zamburug'larmi yoki havo orqali yuqadigan kasalliklar, har xil turdagi kasalliklar hisoblanishi mumkin. Yuqumli kasalliklarga qarshi asosan o'tkaziladi. Bu tadbirlar keyin yuqumsiz kasalliklarda ham unchalik effekt bermaydi. Yuqumsiz kasalliklarda yuqmagandan keyin o'tkazish keragi yo'q. Asosan o'sha yuqumli kasalliklarga o'tkaziladi. Oxirgi davolash bosqichi tugagandan so'ng, ya'ni oxirgi o'tkaziladigan dezinfeksiya ishlari. Bularga endi misol uchun kasallikdan sog'aydi hayvonlar, sog'aygandan so'ng yana qaytalanmasligi uchun yoki boshqa chorvalarga tarqab ketmasligi uchun oxirgi marta dezinfeksiya ishlarini o'tkazib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Joriy, doimiy tozalik uchun, ya'ni har bir oyda bir marta tozalik uchun o'tkazib tursa, yomon ish bo'lmaydi. Ya'ni bu o'zingiz uchun, chorvangiz uchun foydali narsa hisoblanadi. Kasallik tarqamaydi, sog'lom muhitdagi hayvonlar bo'ladi, tuyoq kasalliklari va turli xil kasalliklar kelib chiqishi kamayadi. Ya'ni tuyoq kasalliklarini oladigan bo'lsak, sigirlardagi asosan o'sha bakteriyalar orqali tarqaladi, keyin o'sha yem-hashagi orqali tarqaydi. Bozlangan yem-hashaklarni yesa, shu orqali ham kelib chiqish ehtimoli katta hisoblanadi. Endi dezinfeksiya usullariga keladigan bo'lsak, mexanik, fizik va kimyoviy usullarga bo'linadi. Mexanik usullariga misol uchun tozalab yuvish, har qanday joylarda tozalab yuvish katta ahamiyatga ega. Ya'ni o'xirlarini, ozuqa yeydigan joylarini yuvib turish, tozalash, axlatlari tushgan joylarini tozalash yoki iloji bo'lsa yuvib tashlash, bu katta samara beradi. Fizik usuliga oladigan bo'lsak, fizik, ya'ni bug'latish orqali, qaynoq suv yoki ultratovush nurlar orqali ham amalga oshirish mumkin. Qaynoq suv, ya'ni o'sha o'xirlari yoki turli xil temirlarni qaynoq suv orqali unda qilish yaxshi effekt beradi. Bu ham sinovdan o'tgan narsalar hisoblanadi. Kimyoviy dezinfeksiya vositalari bilan ishlov berish, formalin, xlor, oddiy o'zimizda unda aptekalarda bo'ladi, kerialin deysizmi? Turli xil endi kimyoviy vositalar bilan ishlov berish hisoblanadi. Kimyoviy vositalar, xlorli vositalar, xloramin B, ya'ni xlor. O'zimizda dorixonalarda turiladigan xlorlar orqali yetyapti. Natriy gipoxlorid, buni ham o'sha apteka yoki dorixonalardan topish mumkin. Kuchli bakteriotsid va viruslarga qarshi vositalar. Kuchli bakteriotsidlar, endi viruslarga qarshi vositalar formalin bo'lishi mumkin. Yana bir qancha vositalar esga kelmayapti. Shular haqida ham ma'lumot berib ketaman keyingi darslarimizda.
aldegidlar yoki spirtli etanol, izopropanol, formalin va glutaraldegid. Formalin ham juda keng miqyosda qo'llaniladi. Etanol, spirtlar bular spirtlar orqali dezinfeksiya ishlari vaqtincha jarayonni to'xtatib turishga asoslangan, lekin ko'p vaqt samara bermaydi. Lekin aldegid va glutardegidlar bular yaxshi kimyoviy vositalar hisoblanadi. Tayyor dezinfeksiyalovchi vositalar: kreolin, virkon, septador, biolayt. Dozalari va samaradorlik darajasi. Misol uchun kreolinni oladigan bo'lsak, 10 litr suvga 5 gram 10 gramni 10 litr suvga qo'shish yaxshi samara beradi. Virkon, septadorlar ham, biolaytlar ham shunday hisoblanadi. Dezinfeksiya tartibi: amaliyot. Joyni tozalash, vositani joyni tozalash, ya'ni kasallik chiqdi yoki chiqmadi, yoki hayvonlaringiz endi yaqinda tashqarida yurganda o'sha joyga qaytyapti, o'shandan oldingi tozalov ishlari hisoblanadi. Vositani tayyorlash. Misol uchun xlorli ohak deysizmi? O'sha xlorli ohakni tayyorlab turib, joylaringizni bir qator dezinfeksiya qilasiz. Undan so'ng kreolin yoki nima deydi, bitkanalariga qarshi ishlatiladigan Nureldom yoki B58 karat vositalaridan foydalanib dezinfeksiya ishlarini olib o'tkazish bitkanalardan forig' qiladi. Xlor esa virus bakteriyalarni o'ldirishda yoki formalin virus bakteriyalarni o'ldirishda katta ahamiyatga ega. O'sha joylarga polni purkaladi, o'xirlari hamma yo'q purkalib, bir 5-6 kun yoki bir hafta oldin shu ishda ketma-ketiga, misol uchun bir kun foydalandingiz, yana bir kun 2-3 kun o'tkazib turib, yana bir marta sepib qo'yasiz. 2 marta amaliyotdan o'tkaziladi. Natijada o'sha joy toza hisoblanadi. Keyin u purkash jarayonidan keyin havolantirish, o'sha joylarda havolantirib hayvon uchun kerakli sharoit yaratib qo'yiladi. Yuvish kerak bo'lsa, misol uchun o'xirlari ifloslangan bo'lsa yoki ba'zi bir boshqa sut sog'iydigan fermalar bo'lsa, sutlarni sog'ish joylari ifloslangan bo'lsa, yuvib tashlash yaxshi amaliyot hisoblanadi. Himoya vositalari deyapti. Endi qo'lqop, niqob, ko'zoynak, maxsus kiyim dezinfeksiya vaqtida xavfsizlikni ta'minlash uchun yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, to'g'ri vosita, to'g'ri dozada, to'g'ri tartib kasallik xavfini minimum darajada pasayishga olib keladi. Dezinfeksiya rejasi har doim bo'lishi kerak. Agarda menga aloqaga chiqsangiz, men dezinfeksiya haqida sizlarga ma'lumot berib, o'sha fermer xo'jaligi yoki qishloq xo'jaligida yoki yakka tartibda o'zingiz boqadigan fermalar hayvonlarni dezinfeksiya ishlari haqida bir qancha ma'lumotlar berib ketishim mumkin. Like va obuna bo'lishni unutmang.